Bu retsept sizga albatta asqotadi. Bismillah deb qovurma chuchvara tayyorlashni boshlaymiz. Unimizga suv, tuxum, tuz va eritilgan margarinni solib, o'rtacha yumshoqlikdagi xamir qorib olamiz. Xamirimiz tinguncha qiymasini tayyorlashni boshlaymiz. Piyozimizni mayda qilib to'g'rab, yaxshilab eziltirib qovurib olamiz. Ketidan qiymani solib, ziravorlarni solib qovurishda davom etamiz. Bir dona kartoshkani suvda pishirib ezib, qiymamizga qo'shib yoramiz. Ana endi tinib dam olgan xamirimizni yoyishni boshlaymiz. O'rtacha yupqalikda yoyilgan xamirimizni videoda ko'rganingizdek kerakli o'lchamda kesib olamiz. Men uyga tayyorlaganim uchun kichikroq o'lchamda kesdim. To'y va marosimlar uchun tayyorlasangiz kattaroq chuchvaralar tugasiz. Ana endi qizib turgan yog'imizga solib, o'rta olovda chiroyli rang bo'lib qizarguncha qovurib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, yeganlarga shifo bo'lsin.